Assalomu alaykum. O'zbekistonda 1-avgustdan qanday o'zgarishlar kuzatiladi? Moliyaviy, iqtisodiy va biznesga oid yangiliklarni Commerce.uz saytida kuzatib boring. Bugun 1-avgustdan kuchga kiradigan o'zgarishlar haqida gaplashamiz. Avvalo tadbirkorlik sohasidagi o'zgarishlarga to'xtalamiz. 1-avgustdan tadbirkorlik subyektlarida o'tkaziladigan tekshiruvlar, davlat xizmatchilarining biznes vakillari bilan muloqoti raqamlashtiriladi. Buning uchun biznes himoya QR kodi joriy qilinadi. Yangi tizim orqali tekshiruvlar, profilaktik tadbirlar va ayrim xizmat muloqotlari yagona davlat nazorati axborot tizimida qayd etiladi. Eng muhim jihati shundaki, agar mas'ul davlat xizmatchisi tekshiruv yoki muloqot haqidagi ma'lumotlarni belgilangan tartibda elektron tizimga kiritmasa, tadbirkor uni o'z hududiga kiritmaslik hamda muloqotga qo'shilmaslik huquqiga ega bo'ladi. Bu tartib nazorat jarayonlarini ochiqroq qilish, noqonuniy aralashuvlarning oldini olish va biznes vakillarining huquqlarini kuchaytirishga qaratilgan. Ayrim issiqxonalarga gaz yetkazib berish to'xtatiladi. Yuqori Chirchiq, Qibray, Yangiyo'l, Zangiota va Toshkent tumanlarida joylashgan mavjud issiqxonalarga 1-avgustdan tabiiy gaz yetkazib berish to'xtatiladi. Amaldagi gaz ta'minoti shartnomalari belgilangan tartibda bekor qilinadi. Ekologik talablarni buzgan issiqxonalarga nisbatan javobgarlik ham kuchaytiriladi. Xususan, ko'mir, shina, mazut, rezina, sintetik materiallar va atrof muhitga zarar yetkazishi mumkin bo'lgan boshqa yoqilg'ilarni yoqish oqibatida tabiat ifloslantirilsa, kompensatsiya to'lovlari 20 baravar oshiriladi. Transport vositalarini jarima maydonchalaridan chiqarish jarayoni elektron tizimga o'tkaziladi. Bunda ruxsatnomalar qog'ozda emas, balki ma'muriy ishni ko'rib chiquvchi organ, mansabdor shaxs va ijro organi tomonidan jarima maydonchasi axborot tizimi orqali QR kod bilan tasdiqlangan holda elektron shaklda taqdim etiladi. Yana bir muhim o'zgarish arxiv tizimiga taalluqli. 1-avgustdan davlat organlari va tashkilotlarining arxiv hujjatlari yagona elektron platforma, arxiv axborot tizimi orqali yuritiladi. Bu hujjatlarni yaratish, qabul qilish va saqlash jarayonlarini raqamlashtirish, arxiv boshqaruvini takomillashtirish hamda ma'lumotlar bilan ishlashni tezlashtirishga xizmat qilishi kutilmoqda. Davlat siriga oid hujjatlar esa amaldagi alohida tartib asosida yuritiladi. So'x tumani markaziy shifoxonasi hamda ko'p tarmoqli markaziy poliklinikada ishlayotgan barcha shifokorlarga har oy 2 million so'm miqdorida qo'shimcha ustama to'lanadi. Mazkur to'lov bir stavka hisobidan ish haqi olayotgan tibbiyot xodimlariga tatbiq etiladi. Eskirgan avtomobilini Trade-in dasturi orqali topshirib, yangi transport vositasini xarid qilayotgan jismoniy va yuridik shaxslarga avtokredit foizining bir qismini qoplab berish mexanizmi joriy etiladi. Bu yangi avtomobil xaridini moliyaviy jihatdan yengillashtirishga xizmat qiladi. Biroq dasturning amalda ishga tushirilishi haqida hozircha aniq ma'lumot yo'q. 6-avgustdan bankomatlar orqali xizmat ko'rsatish qoidalarini buzgan banklarga moliyaviy jarimalar qo'llanadi. Yangi tartibga ko'ra, bankomatlardagi nosozliklar iste'molchilar huquqlariga ta'sir etuvchi holat sifatida baholanadi. Markaziy bank ma'lumotlariga ko'ra, 2025-yilda bankomatlar bilan bog'liq 291 mingta muammo qayd etilgan va ularning 15% ga yaqini banklar hamda to'lov tizimi operatorlari faoliyati bilan bog'liq bo'lgan. 9-avgustdan esa banklarda shaxsni tasdiqlovchi hujjatni taqdim etmasdan sotib olish mumkin bo'lgan naqd xorijiy valyuta miqdori oshiriladi. Yangi tartibga ko'ra, fuqarolar pasport, ID karta yoki ularning o'rnini bosuvchi boshqa hujjatlarsiz $500 gacha naqd chet el valyutasini xarid qilishi mumkin bo'ladi. Bungacha ushbu limit $100 ni tashkil etgan. Eng so'nggi yangiliklarni Commerce.uz saytida kuzatib boring.